Atrof muhit va orol bo'yi aholisi salomatligi Nukus shahrida xorijiy davlatlarning taniqli olimlari, professorlari, mutaxassislari, shuningdek, yosh tadqiqotchilar ishtirokidagi gibrid formatdagi 2 kunlik xalqaro ilmiy amaliy konferensiya shu nomda tashkil etildi. Tadbirda muammo va yechimlar bo'yicha ma'ruzalar qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan konferensiya Orolbo'yi hududida yashovchi aholi salomatligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarga birgalikda yechim topishga qaratilgan. Unda atrof muhit ifloslanishining salomatlikka ta'siri, Orolbo'yi mintaqasida sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va ularning yechimlari, ekologik omillarning ona va bola salomatligiga ta'siri, iqlim o'zgarishi va inson salomatligi, bundan tashqari yashil texnologiyalar va ekologik ta'lim orqali sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha xalqaro darajadagi professorlar tomonidan ma'ruzalar qilindi. Albatta, atrofdagi muhit bilan bog'liq bo'lgan muammolar juda ham ko'p. Hozirgi kunda bu muammolarning ichida insult kasalligi. Men insult kasalligi to'g'risida ma'ruza qildim. Hozirgi kunda insultni soni ham ko'p, butun dunyoda ham, Yevropada ham, O'zbekistonda ham va u insult bilan kurash butun davlatlarda olib borilardi. Ushbu kurash juda ham katta jarayonga qo'yilgan. Chunki insultning asoratlari ko'p, bu nogironlik, nogiron bemor va bu ijtimoiy ham taraflari bor. O'shaning uchun bugun meni ma'ruzam insultning oldini olish bo'ldi. Konferensiyada taqdim etilayotgan ilmiy ma'ruzalar, tahlillar va tadqiqot natijalari ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, sog'lom avlodni tarbiyalash va Orolbo'yi aholisi salomatligini muhofaza qilishga xizmat qiladigan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Zamonaviy tibbiyotda ekologik endokrinologiya, ekologik onkologiya, immunologiya kabi yangi yo'nalishlar kirib keldi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda dunyoda ko'plab ekologiya bilan bog'liq 30 dan ortiq kasalliklar paydo bo'lgan va albatta ekologik omillarning ona bola salomatligiga ta'sirini oldini olish, o'z vaqtida profilaktika o'tkazish, shuningdek jamoat tashkilotlarining hamkorligi muhim. Konferensiyada ko'tarilgan masalalar va ularning yechimlari, yangi natijalar kelgusida amaliyotga tatbiq etilishi, bunda mahalliy va xorijiy ilmiy markazlar o'rtasida yangi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan.